insonlar siqishga tushadi. Bu eng katta xato. Bu xatoni aslo qila ko'rmang. Juda ko'p insonlarda eng katta muammo yuzidagi o'g'ri tosh muammosi. Yuzi tiniq bo'lsa ham meniki o'xshab bitta o'g'ri tosh turadi. Bu o'g'ri toshganda juda ko'p insonlar siqishga tushadi. Bu eng katta xato. Bu xatoni aslo qila ko'rmang, chunki buni siqqaningizda uni mikrob qayta organizmga tushib, yana o'g'irlan toshiga sababchi bo'ladi. Uni o'rniga siz iPhone kompaniyasini Purinski gelidan foydalaning. Bu Purinski o'zi kichkina bo'lsa ham shunaqa katta o'g'rilarni yo'qotishga yordam beradi va yonida sherigilar o'g'rilar toshini oldini oladi. Buni ishlatganimizda uxlashdan keyin ishlatsangiz bo'ladi. Ertalab va kechqurun ishlatganingiz ko'proq foyda beradi, chunki ertalab turganingizda bu o'g'ri qotgan holatda, quruq holatda, o'sha ichidagi yeringlari qotgan holatda o'sha ko'rinadi. Buni qanday ishlatasiz? Mana prozrachniy gel ko'rinishida shunday tomizib qo'yasiz. Yuzingiz boshqa sohalarga o'tmaydi. Bu ertalab turganingizda o'zi qotadi va bu o'g'rini quritib, organizmga mikrob qayta tushmasdan shu yerda o'zida o'ldirib, quritishga yordam beradi. Shu orqali yuzingizdagi o'g'rilarni bartaraf